Assalomu alaykum, hurmatli kanalimni kuzatib turgan muxlislarim, g'oyibona ko'rishib turganimdan xursandman. Bugun sizlar bilan lavlagili salat tayyorlamoqchiman. Ishdan juda kech keldim. Kechki taomimizga yengil hazm bo'ladigan, vitaminlarga boy salat tayyorlaymiz. Bu uchun bizga hozir men buni folgaga pishiraman. Uni parda pishirsangiz ham bo'ladi, qaynatib pishirsa ham bo'ladi. Lekin qaynatib pishirganda buni nimalari vitaminlari suvga chiqib ketishi mumkin. O'sha uchun buni parda pishirgan yaxshi. Endi hozir men folgada pishirmoqchiman. Hammasini katta folgada joylashtirib pishiramiz. Ko'pkada pishirib olamiz. Bunday qilib folgalarimni kesib olgandim. Shunday bularni hammasini bitta tozalab yuvib olib, keyin folgaga uramiz. Shunday qilib folgaga urib, birinchi o'xshinglar kartoshka solmasangiz ham bo'ladi, solsa ham bo'ladi. Men aslida salsasidan ko'proq solaman, chunki mazali bo'ladi, shirin bo'ladi, ham chiroyli chiqadi rangi. Şimdi buni duxovkada joylashtiramiz. Mana hammasini o'rab qo'ydik. Endi buni duxovkada jo'natamiz. Pishib chiqqandan keyin to'g'rab salat qilamiz. Mana aziz kuzatuvchilarimiz pishib chiqdi. Shunday qilib pishadi, mana pishdi. Folgada uzoq pishar ekan. Men doim parda pishirib yurganman. Mana aziz kuzatuvchilar, sabzavotlarimizni hammasini tozalab oldik. Buni birinchi bo'lib sabzilarimizni to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz. Masalan, sabzavot vitaminlarga boy, juda yengil hazm bo'ladi. Men bu taxtakachimni hozir konditerskiy qog'ozga o'rab olganman. Mana u lavlagini rangi chiqmasin deb. Hozir strech qolmagan ekan. Sizlar bo'lsa strech qilishingiz mumkin. Mana kartoshkamizni ham to'g'rab oldik. Mana shunday to'rtburchak qilib solamiz. Va qizil lavlagimizga. Juda ham vitaminlarga boy, qonni ko'paytiruvchi, suyultiruvchi, juda foydasi katta. Ayniqsa bolajonlarga tayyorlab bersangiz, juda vitaminlarga boy. Mazza qilib yeyishadi.
masalliqlarimizni hammasini taxlab to'g'rab oldik. Endi piyozimizni ham to'g'rab bitta piyoz solamiz, kichikroq hajmda. Bittagina piyoz. Ikki zubchak sarimsoq piyoz. Mana qilib to'g'rab olamiz. Xohishga ko'ra kimdir ko'proq solishi mumkin, yoqtirsa ko'proq solsangiz ham bo'ladi. Mana endi piyozimizni solib olamiz. Piyozlarimizni shunday aynab olasiz. Chesnog'ini ham solib oldik. Unga ozgina ko'kat solamiz. Juda chiroyli rang beradi. Yog' solamiz. 50 gram yog' solsangiz bo'ladi. Tabga ko'ra ozgina tuz sepamiz. Chunki qizil lavlagimiz ozgina o'zi shirinroq. Kamgina tuz solsangiz bo'ladi. Xohlasangiz mayonez solishingiz mumkin. Xohlasangiz solmasligingiz ham mumkin. O'zi shunday ham ajoyib chiqadi. Mana qarang. Bay. Nima deyapti? Deydi-ku. Juda chiroyli salat bo'ldi. Buni dasturxonimizga olsak bo'ladi. Mana bayramlarda, mehmon kutganingizda bu salatni dasturxonga tortsangiz juda chiroyli salat bo'ladi. Kopchamizga solib olamiz. Mana aziz kuzatuvchilar, juda chiroyli salatimiz tayyor bo'ldi. Vitaminlarga boy. Buni farzandingizga tayyorlab bersangiz ham juda yaxshi. Endi buni ta'mini ko'ramiz. Ajoyib. Juda zo'r. Juda mazali. Tayyorlab ko'ring. Like bosing. Aziz kuzatuvchilarim, bu videolarimizgacha Allohga omonatsiz. Xayr, sog' bo'ling.